147 savolga o'tamiz. Kaliy dixromat kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Natijada kaliy dixromat hosil bo'ladi. Qo'shilgan vodorod. Kaliyni oldiga 2 qo'yamiz, qolgan hammasini oldiga 1 bo'ladi, shunday reaksiya teng. Koeffitsient yig'indisi so'ralgan, chap tomondagi 3, o'ng tomondagi 2, 5 bo'ladi. B variant olamiz. 148-savol tahlili. Stronsiy dixromat kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Stronsiy dixromat qo'shilgan vodorod. Asos qoldig'i 2, kislota qoldig'i ham 2. Qisqarib ketadi, hech qanaqanday x yozilmaydi. Adashmasam stronsiy massasi 88 edi. Mr ni topishimiz kerak ekan. Mr barobar stronsiy 88. Qo'shilgan 2 ta xromimiz 104. Qo'shilgan 112. Yig'indisini topib olishimiz kerak. 88 qo'shilgan 104. Qo'shilgan 112. 304 kelib chiqdi. Buni olamiz. 149-savolni kelinglar, 148 ga qarab yechimini topib olamiz. Chunki bir xil tenglashadi. O'ng tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlaydi. O'ng tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisi ikkalasinikiga 2 bo'lyaptimi? Demak, bunda ham 2. Keyin 150-savol tahlili. 150-savol tahlilida hosil bo'lgan tuzning 1 mol uchun atomlar sonini aniqlang. Cesiy bilan kaliy bir xil valentlikka ega bo'lganligi sababli reaksiyasi ham, tenglashishi ham, formulasi ham bir xil bo'ladi deyarli. Atomlar soni kaliy 2 ta, mana brom 2 ta, kislorod 7 ta, 11 ta kelib chiqadi yig'indisi. B variant olamiz. Keyin 151-savol. 151-savoldan boshlab masala sharti o'zgargan. Bu yerda natriy gidroksida xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Davom ettiring, koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang. Asoslar bilan kislotalar bir-biri bilan reaksiyaga kirishib, tuz va suv hosil qiladi. Natriy gidroksidi qo'shilgan xlorid kislota. Natijada natriy xlor qo'shilgan hosil bo'ladi. Reaksiya 1:1. Koeffitsiyentlar yig'indisi 4 degan javobni olamiz, C variant. Keyingisi 152. Natriy gidroksidi nitrat kislota. Almashinish reaksiyasi. Ya'ni natriy vodorod joyiga keladi. Vodorodimiz esa OH bilan suv hosil qiladi. Shu mexanizm bo'yicha reaksiyani davom ettiryapmiz. Natriy nitrat hosil bo'ladi. Reaksiya natijasida tuz va suv hosil bo'lsa, demak bu neytrallanish reaksiyasi deyiladi. Tushunmaganlarga. Bu ham 1:1. Koeffitsiyentlar yig'indisi 4 bo'ladi, C variantda o'tirganmiz. 150.